Birgina shu oshirma xamirni o'rganib olib, siz turli xildagi bulochkalar, pidelar, oshirma somsalar va ko'plab narsalar tayyorlashingiz mumkin. Iliq sutimizga bitta tuxum, dro'ji, shakar, eritilgan margarin va tuz solib, yaxshilab aralashtiramiz. Un solib, yumshoqqina xamir qoramiz. Qo'limizga yopishganda o'simlik yog'idan solib mushlaymiz. Xamirimizni ustini yopib, yarim soat 1 soatga oshirishga issiq joyga qo'yib qo'yamiz. Xamirim oshguncha dastavkalarim yetib keldi. Baby stil podko'zniklarini ishlatib ko'rdik, bizga yoqdi, ham sifatli, ham allergiya bermadi. Endi har safar zakaz qilamiz, sizlarga ham tavsiya qilaman. Oshib chiqqan xamirni 5 ta bo'lakka bo'lib, har birini ustiga xona haroratida yumshab turgan margarindan suramiz. Ustma-ust qo'yib, katta qilib ochib olamiz. Ko'rsatilgandek qilib kesib, ichiga xohlagan nachinkadan solib o'rab olamiz. Tuxum sarig'i surib, duxovkaga jo'natib yuboramiz. Uy sharoitida juda ham mazali kurasan bo'ladi. Ustiga xohishga qarab saxarni pudra yoki shokolad bilan bezatasiz. Siz ham tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.